O'rtoq, ko'rdingmi? Kecha 50 tacha mashina olib kelib qo'ydim. Men bu ro'zada skidga ko'rmoqchiman. Zo'r qilsan o'rtoq. Boru, ro'zada qancha xayrli savob ish qilsang boru, kam bo'lmaysan o'rtoq, ishing yana zo'r ketaveradi. Bizneslarni ham katta qilib yuboribsan, o'rtoq. Ha, aytma. Ana Dilshod qara. Qog'oz ko'tarib qayerga ketayotgan ekan? Voy, turshi, bu odam bo'lmadi, odam bo'lmadi. Qo'y hozir bizni ko'rmasdan hozir bosh qotiradi, boru. Farhod. Yaxshimisan o'rtoq? Ha, yaxshimisan? Siz bo'lsa, yaxshimi? Salom alaykum. So'rashurgin. Yaxshimisan? Salom. Qog'oz ko'tarib qayerga ketyapsan? Onamning mazalari yo'q edi. Aptekaga chiqib qo'ydim, aslida dori-darmonga pul yetmay qoldi. O'shaning uchun amakimga borib qarz so'rab dori olib bermoqchi edim. O'shan ketyotgandim. Ha, turshi, qachongacha qarz so'rab yurasan birovlardan boru? Uyating bormi? Asal bundoq biznes qilsang bo'lmaydi. Bizga o'xshab birovlarga yalib qarz so'rab yurasan. O'zgarmadingda bir qo'y boqib yuraver shunaqa. Menga qara og'ayni, sen unaqa demagan. Alloh kimgadir undan yuqtirgan, kimgadir bundan yuqtirgan. Bo'ladigan gap gapirgin. Harakat qilsang bo'ladi-da. To'lqin bundan. Yo'q, menga qara, Allohga oson. Bir deganda kimdir boy qo'yadi, kimdir kambag'al qo'yadi. Qo'y, u doim gap yur o'rtoq. Ey, menga qara, tog' bilan uchrashmaydi. Odam bilan uchrashadi. Bori. Sen ishing menga tushadi, men ishim senga tushadi. Esingdan chiqarmagin. Yo'lingdan qolma. O'zing bilasan. Tovarlarni hammasini olib kelib tushirtirganman. Da, ertaga yana tovarlar keladi, o'rtoq. Da. Bo'ldi. Qolgan mollar ham hammasi keladi, oyna. Xavotir olma. Bayqali. Soating sovuqroq olmaysanmi? G'alati ekansan, nima sovuq? Tort qo'lingni. Qo'yib deyapman senga. Hozir momon bo'ladi o'zingga. Tortni qo'lingni. Voy. Farhod mani? Menga qara o'rtoq. O'zingga ishlar taqamadimi? Yaxshimisan? Joyda hammasi. Menga qara. Kim edi u odam? Yomon urmadimi? Yo'q, bilmadim to'g'risi kimligini. Hammasi joyda o'rtoq. Yaxshi ham kelib qolding. O'rtoq. Agar meni o'sha kunga gapirgan gaplarim og'ir botgan bo'lsa, kechir o'rtoq. Og'ir botmadi o'rtoq. Nega unaqa deysiz? Sen aytganingday tog' bilan uchrashmaydi-yu, lekin odam bilan uchrashadi degan gaping to'g'ri ekan. Rahmat senga o'rtoq. Agar kechir olsang, kechir. Nega unaqa deysiz? Sabr qilsana. Yaxshiligi deydi. Boringga shukr. Sog' bo'l. Sen tuzuk bo'lsang bo'ldi o'rtoq. Rahmat. O'rtoq, yur endi seni tachaga olib boraman. Chiq mashinaga o'tirgin, o'shda gaplashamiz. Boringga shukr do'st borliging. Mana shu meni do'konim bo'ladi, og'ayni. Oho, zo'r-ku. Faqat tilla sotasizlarmi yoki boshqa xizmat ham ko'rsatasizlarmi? Tilla ham sotamiz, tillalarni ham sotib olamiz, og'ayni. Yurma senga ichkanini ko'rsataman. Zo'r. Ke, o'rtoq. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'tirib ol. Bu yaqin o'rtog'im bo'ladi. Bolalikda o'zim katta qilganman buni. Shunga menga ozgina pul berib yuborgan. Yana ikkita qo'sh. Og'ayni bu og'ayni? Men bu pul olganda, Qo'yaver. o'tgan safar hijolat qilma. O'tgan safar qarz so'rab yurganing. Qarz so'ramagin. Mana shu mendan senga yordam. Qarz deb olmagin. Bu o'zingga shunday bemor ishlab turgin, tortinmagin. Men do'stimsan. Shunchalik yordam qilding. O'tgan safar mana seni xafa qilib qo'ydim. Qancha yordam kerak bo'lsa, o'rtoq, kelaver. Bo'ptimi? Xizmatda biz. Rahmat o'rtoq. Sog' bo'lgin, o'rtoq. Do'st, ey do'st. Boringga shukr do'st